Doim mish-mishlar girdobida bo'lgan Sitora bugun barchasini oshkor qildi. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring, bugun barcha sirlar ochiladi. Ota-onasidan yetim qolgan opasining tavsiyasi bilan kino olamiga kirib kelgan. Bir muddat xonandalik qilgan aktrisa Sitora Alimjonova 1-dekabr sanasida 32 yoshni qarshiladi. O'z yoshiga nisbatan ancha yosh ko'rinadigan va mish-mishlarga ko'p duch keladigan Sitora bugungi kunda kinodan biroz uzoqlashgan. Bugun shu haqida gaplashamiz. Sitora Alimjonova oilada 4 farzandning kenjasi hisoblanadi. Uning akasi va 2 opasi bor. U hayotda erishgan muvaffaqiyatlarida opalarining hissasi katta ekani haqida ko'p gapiradi. Bobom san'atkor bo'lgan, shu boisdanmi bu sohaga bolalikdan qiziqqanman. Maktabni bitirib Farg'ona san'at kollejining raqs bo'limida tahsil olganman. Bolaligim juda go'zal o'tgan, tinib tinchimaydigan qiz bo'lganim uchun maymuncha deyishardi. Afsuski, onam kasal bo'lgandan keyin go'zal bolalik ham nihoyasiga yetdi. Onam rahmatli oqqon kasaliga chalingandi. Ancha vaqt to'shakda yotdi. O'zimiz unga qarardik, sog'ayib ketishi uchun harakat qildik. Afsuski, qancha harakat qilinmasin, inson belgilab berilgan umrini yashar ekan. Opalarimning biri Koreyaga, boshqasi esa Farg'onaga turmushga chiqqan. Otam ham oila qurdi. Akam esa o'zi bilan o'zi band. Uning foydasi ham zarari ham tegmaydi. Onam o'lgandan keyin yolg'izlanib qolganman. Shunda Koreyaga turmushga chiqqan opam meni oldiga chaqirib olgan. Bir muddat u yerda yashaganman, til o'rganganman. Opamga qolsa meni o'sha yerda olib qolish niyatida edi, ammo tabiatan O'zbekistondan boshqa yerda yasholmayman. U qadar ko'nikuvchan inson emasman, deydi Sitora Alimjonova. Raqsga, qo'shiq aytishga juda qiziqaman, ammo aynan aktrisa bo'lishimga Dildora opam sababchi. U tufayli rejissyor Durdona To'laganova bilan tanishgan va aynan filmda suratga tushish uchun O'zbekistonga qaytib kelganman. O'shanda ko'pchilik bu konfet aktrisa $5000 bergan deb gapirishgan ekan. Rostini aytaman, u paytda buncha pulim bo'lmagan. Bo'lgan taqdirda ham rol emas, mashina olib haydagan bo'lardim. 2011-yil kinodagi hayot ancha jonli edi. Premyeralar ko'p bo'lar, takliflar ham bugungidek ancha serob edi, deydi aktrisa Sitora Alimjonova. Mashhurlarning hayoti hamisha muhokama markazida. Sitora Alimjonova ham xonanda Shohruxxon bilan ishqiy munosabatda ekani, ammo qandaydir sabablarga ko'ra ular birga bo'lolmagani haqida gap-so'zlar tarqalgandi. Shohruxxon bilan Sen ketma filmida partnyor bo'lganmiz. Tomoshabinlar nihoyatda ishonuvchan, kim bilandir partnyor bo'lib sevishganlar rolini ijro etsa, darrov gap so'z qilishadi. Kim bilan rol o'ynagan bo'lsam, hammasi bilan ishqiy munosabatda ekanim haqida gapirishgan. Hatto turmushga chiqib farzandli bo'lganimda bolamning otasi Shohrux Hamdamov deb yozishgandi. Bunday gap so'zlarga e'tibor bermayman, deydi aktrisa. Aktrisaning yashirin to'yi ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. U birorta intervyusida nega to'yini Tailandda o'tkazishga qaror qilgani haqida gapirmagan. Aktrisaning to'yi 2017-yilning avgust oyida Tailandda bo'lib o'tgan. Aktrisa Sitora Alimjonova 9 yil avval xonandalik faoliyatini rasman boshlagan. Afsuski, ko'p o'tmay unga prodyuserlik qilgan kompaniya bilan moliyaviy kelishuvga erishmay xonandalik faoliyatiga nuqta qo'ygan. Aktrisa intervyularning birida farzandini 4 yil kutgani va ona bo'lishda qiyinchilikka uchragani haqida ham so'zlab bergan. Men rosa harakat qildim, davolandim, 4 yil farzand bo'lmadi. Orada bir bo'lib tushib qoldi, yana davolandim, keyin tashlab qo'ydi. Keyin Xudo o'zi g'oyibidan berdi. Kutmaganimizda bo'larkan hamma narsa. Shuning uchun kutmaslik kerak ekan. To'g'ri jarayonda juda qiynaldim. Buni eslashni ham xohlamayman. Meni o'zi og'riqqa yo'qman. Ko'zim ko'rmay qoldi. Kesarchi kesish yo'li bilan tug'dim, lekin dardni ham ko'rdim. Operatsiya rejalashtirilmagandi. Bolaning tug'ilishiga hali 6-7 soat vaqt bor edi, lekin juda qattiq og'riqdan ko'zim ko'rmay qola boshladi. 6-7 soat ichida nimadir bo'laman deb operatsiyaga rozi bo'ldim. Lekin bu gapimdan homiladorlar qo'rqib qolmasin. Bu narsalar o'tib ketadi. O'sha kunning o'zidayoq turib yurib ketdim, deydi Sitora Alimjonova. Aktrisa ayni kunda ijoddan ko'ra ko'proq vaqtini farzandiga bag'ishlashga qaror qilgan. O'g'li Muhammad Amin bilan dunyo kezadi. Eng yaxshi surat va videolarni esa muxlislari bilan bo'lishadi. Bundan tashqari opasi bilan birgalikda Koreyada ishlab chiqarilgan Sitora nomli ayollar kosmetikasi asoschisi. Bu nom Sitora va Dildora ismlarining qo'shilmasidan tanlangan. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.